Acayip okşagan bir laz etip geldim ki bu lazlarını kuruk yesenler mı? Şıkılıp şunçilik 10 çıkıl rızıklarını selip ettim. Muş lazının olaylığı bolsa kan kızdıdı. Küçüğün ömrüsünü yaşlaydı. Muş putkul ısımavatkan kan suyup gitti diyen hanım kızırımız. Yesenler tamamen buldu. Açık yesek ziyan kıldı diyenler. Başka açıklar. Lekin bu lazdan açık emez. Özüңler bilsizler hoş kılıp kalayımkan açıklarını yivalsızlar. Manda lazlar açık yiyen kirmeydi. Muş tamakның en okştudığını goştan kalsa muşunda okşugan lazlar. Muş hanım kızlarımızdınki vaxtınla açıksanlar, özüңler öz kulağınlarla itip yesenler şunçilik, işençilik, şunçilik, təminlik özgüsü çıkıdı. Özüңler itip yiyişki şaraytınlar bağımıza zakaslar düşüyordu. Ayrım uçuruk kılınlar, təminlep besemi buldu. Muş lazlarını ben pek dağılap gitmeyim. Yegenden keyin o'zinglar aytib qolaysizlar. Bu bek uzun, o'zimizning kelmish 10-20 yillik, endi o'zimiz yeb kelayotgan rizqlardan foydalanib ketayotgan lozlarimiz. Qiynamsa, shu itish jarayoniga, pishirish jarayoniga bek diqqat qilib, oilalar itib yanglar. İt şaraytınlar bu nom bilan yesanglar bo'ladi. Safarlarga elib, o'sha pamimelar chilab yesanglar bo'ladi. Quruq cho'plarga qilib yesanglar bu acayip o'xshaydi. Xamsaylarga ish qilib buningki şu ailelerde tamaklarga acayip çoğun rolu var. Qiynamsa, iç devam dikkat qilinglar. Qizillarga o'zimiz yoqtiradigan maylarni quyib olsak bo'ldi. Shu lazlarga tushli quyib olgandan keyin buni mizlik puroq chiqarish uchun bosh piyoz, yumg'oq sut, shavsunlarni silib musholat karichim shunda ko'ydirib olamiz. Aytgan lazlarimiz shunchalik xushpuroqlik bo'ladi. Ko'ydirib olgandan keyin mayni qizitib, shu chanib olgan lazımızın tüpüge mayning yerimini elib olamiz. Elib rahat matlab qo'yib qo'yamiz. Angize mayning qizigan mayning yerimini azroq suyitib, shu videoda ko'rsatilgandek bu laz etish jarayoni bek murakkab, qo'chi bo'sh o'tda pishirsa buni mayning yerimiga so'njangni, samsoqlarni silib, buni bo'sh o'tda samsak guruch holat kaycha bo'sh o'tda matlab turib qo'rimiz. Laz etish jarayoni bek murakkab. Bu lazlarni 3 oydan 6 oygacha saqlag'ili bo'ldi. Mushundaq qo'rg'a vaqtimiz man samsaqlarni go'chkoch olgan chaqda lazning tubiga qayta qujib, buni qayin qozonni esib, lazini yenamush bo'sh o'tda mush rengi kagichi, kafiran rengi kagichi amatlaymiz, tuzlarni salamiz. Tuzlar hech sabab mush lazlarniki uzun muddat tuğa vaqtimi tam jihatdan o'zgarib ketmaydi. Shu oq kunjutlarni silib, matlab shu ish qilib, bek o't emas, shu cho'z kuyayotdi, bo'sh o'tlar matlab turamiz. Bag'an zirlarning rengi o'zgaryapti. Qarimoq zirlarni silib yana matlaymiz. Ish qilib bek injilik talab qildi. Chunki manda esek bo'ladi, tubiga qo'yishdi, mayni qo'yib qo'yib esek bo'ladi, lekin manda etgan vaqtimizda seferler elvalayla, neler elvalayla bonşan bulamdı, bommamdı, her qanday yerde saqlag'il buludu. At sularını qo'shib yanıma atlaymiz. Buningki saqlash muddati shunchalik tabiatni saqlab qolgan. Shu bu kon ustida qilyapman bu lazlarni. Ehtiyojinglar bo'lib qolsa, shu doyindagi ismimning tagida undan numrim bor, qachilab ayrim uchirqsanglar ta'minlab bersam bo'ldi. Mushlar qachilab qo'yib qo'yamiz. Zakaslar tayyor bo'lyapti.